Assalomu alaykum Buildings kanalining aziz kuzatuvchilari, sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Kirib kelayotgan Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Bugun qishloq sharoiti uchun juda ham mos, kam xarajat, qulay, ixchamgina uy loyihasini e'tiboringizga havola qilaman. Va yana bir yangilik, buni video ustidagi sarlavhadan ham sezgan bo'lsangiz kerak, ya'ni uyimizga remontsiz holatda qancha xarajat ketishini ham hisoblab beraman ushbu videoda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Chunki faoliyatimizning rivoji aynan obuna bo'lishingiz, loyihalarimizga like bosishingiz va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirishingizga juda ham bog'liq va sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham qiziq. Endi esa uyimizning bitgan holatiga o'tib, obzorimizni davom ettiramiz. Bu uyimizning bitgan holatida qanaqa ko'rinishi? 16 metrga 24 metr maydonga joylashadi umumiy hisobda. Bir qavatdan iborat. Asosiy binoning old tomoni shunaqa figurali bo'lib, tashqariga bo'rtib chiqqan. Ko'cha tomon ham o'ziga yarasha chiroyli fasadga ega. Darvoza ko'cha tomondan qaraganimizda o'ng tomonda joylashgan. Kirishimizda esa ixchamgina navis, mashinamizni qo'yishimiz uchun juda ham qulay. Chap tomonda esa mehmonxona qilib qo'yilgan. Uyimizning fasadi uchun ko'proq qizil rangdan foydalanildi. Tom qizil, devorlarda ham qizil g'ichli tekstura ishlatilgan, lekin bu albatta yagona yechim emas. Juda ham ko'p fasad ko'rinishlarini ideya qilish mumkin. Endi esa shu uyimizni qurish uchun qancha xarajat ketishini aytib o'taman. Lekin undan oldin aytib o'tishim kerakki, bu xarajatlar realizatsiyada farq qilishi tabiiy. Ya'ni qurilish boshlangandan keyin albatta qo'shimcha xarajatlar chiqadi. Masalan, transportirovka, usta haqi, mavsumiy narx o'zgarishi va turli hududlarda materiallar narxlaridagi farq kabi. Men aynan uyimizga ketadigan asosiy materiallarni 22 fevral kunidagi birja, ya'ni O'zX rasmiy ma'lumotlariga va yana O'zbekiston bozorlaridagi o'rtacha narxlarga asoslanib aytib o'taman. Endi esa uyimizga ketadigan materiallar va ularning narxlarini qadam-va-qadam aytishni boshlayman. Demak, podushkadan boshladik. Odatda podushka qo'yiladi poydevorlarning tagiga. Bu uyimizning sifati uchun muhim rol o'ynaydi. Podushkaning sifatli bo'lishi uyimizning cho'kish jarayonining oldini olishda juda ham muhim. Podushka uchun umumiy hisobda 24 kub metr beton sarf bo'ladi. M500 markali sementdan har bir kub metr uchun o'rtacha 300 kg dan ishlatildi deb hisoblaymiz. Shunda umumiy hisobda 7200 kg sement sarf bo'ladi. Shu kungi birja narxi 1 kg sement uchun 1100 so'm atrofida. Shu bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, podushkaga ketadigan sement uchun 7 920 so'm sarf xarajat qilinadi. Endi podushkaga ketadigan armaturani hisoblaymiz. Standart holatda 10 mm li armaturani hisoblab ko'ramiz. Har 200 mm da bittani armatura qo'yib bir qator qilib to'qilganda, podushka uchun umumiy hisobda 570 kg armatura kerak bo'ladi. Bugungi birja narxida 1 kg armatura